Shunaqa chiroyli fayzli mahallalardan biriga kelganmiz. Ko'ryapsizlar, ko'chalar asfalt qilingan. Qo'shinlar hammasi chiroyli plitka solishgan. Yangi 16 yillik bunyod qilingan mahalladamiz. Suv, svet, gaz, kanalizatsiya hammasi joyida. Bizda bu yoqda 4 sotuvli xonadonimiz sotiladi. Ko'rib turganingizdek, ustlari suv osib qo'yilgan, yangi zamonaviy tomlar yopilgan, romlari hammasi akfala qo'yib qo'yilgan. Hozir sizlarga umumiy obzorda tanishtirib chiqaman. Umumiy xonadonimiz 6 xonadan iborat. Narxini video oxirida aytaman. Hozir hamma informatsiyasini bergandan keyin bu yoq kirish qismimizda bemalol ikkita mashina joylasanglar bo'ladi. Hop, kirganimizda mana shunaqa bizda bitta katta yashil hudud va ikkitaga bo'lingan binoyimiz bor. Oldi asosiy binoyimiz mana bu yoq tarafda. Bu yonimizda 4 ta xonamiz bor va mana bu qismdan bo'lingan etik tomonda yana bitta mehmonxonamiz, bu yoq tarafimizda yozgi oshxonamiz joylashtirilgan. Asosiy binoga kirganimizda mana kirish qismi to'pli pollar qilib qo'yilgan. Bu yoqda mana bizning mehmonxonamiz. Mehmonxonadan chiqqanimizda bu yoqda ikkita yonma-yon yotoqxona joylashtirilgan va bu yoqda yana bitta yotoqxonamiz keltirilgan. Bular hammasiga bitta umumiy sanuzel qoldirib ketilgan. Xonadon egalari bu joyga 190 ming AQSh dollar so'rashyapti. Yana kelishtirib beradigan joylari bor. Hop, kelganinglarda ozgina remontli ishlari bu narsasi bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni egalari bilan o'zingizlar to'liq gaplashaverasizlar. Pastda egalar raqamlarini qoldiramiz.